Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli kanalimiz muxlislari, mana aytgandek quyosh paneli o'rnatish jarayoni bugun shanba tongga bolalar kelib aktivniy ishlashyapti. Shahmat bo'ladi. Tamam. Bu yoqqa ham ko'p chiqmayapti, u yoqqa ham ko'p chiqmayapti. O'shanda o'rtaga joylashyapmiz, o'rtaga. Alachi. Endi. Ha. Bo'ladi, tamam. Mana, ey. Skopa qo'ying ham tagiga. Ko'pga ehtiyot bo'laladi. Mana nihoyat quyosh panelimiz bitdi. Mana tomimizni bir qismini deyarli to'ldirib qo'ydi. Xo'sh. Mana nechta panel bor shu yerda? 16 ta quyosh paneli 10 kilovatli. Demak, quyosh panelimizni invertori Solex degan invertor, yaxshi invertor ekan. Yoqib ko'rdik, dovush chiqarayotgani yo'q. Yaxshi turibdi, yaxshi ishlayapti. Mana soat 4:30 da 10 kilovatli panelimiz 6 kilovatdan sal oshiqroq demak energiya berib turdi. Hozir o'chirib qo'ydik. Elektrosetdan ruxsat kelgandan keyin buni yana yoqib yuboramiz. Quyosh paneli xom ashyolari, mehnat haqlari hammasi 43 million so'm bo'ldi. Sog' salomat bo'linglar. Sizlar ham qo'ydirib olinglar iloji bo'lsa. Rahmat.